Eng katta fojia nima ekan desa, eng katta fojia inson endi to'g'ri yashashni o'rganganida hayot tugab qolishi. Inson odatda hamma narsa haqida ma'lumot oladi va bir ishni qilishdan oldin bu ish qanaqa qilishligi haqida birinchi bir ilmga ega bo'ladi. Ya'ni qaysi bir kasb, qaysi bir biznes bo'lsin, qanaqa qilinadi, qanaqa olib boriladi buni ishi deb birinchi ma'lumot oladi. Lekin inson yashaydi-da, qanaqa yashaladi o'zi? To'g'ri yashash qanaqa-yu, xato yashash qanaqa? Qanaqa yashab o'tib ketish kerak odam bu hayotdan degan ma'lumotga ega emas. To'g'rimi? Hayotimizda ovqat qilamizmi, nima qanaqa bito'q yoki boshqa bir ish qilishimizdan qat'iy nazar shu ish qanaqa bo'lishligini o'rganamiz. Lekin inson yashaydi-da, yashashdan oldin, ya'ni yashashni boshlashdan oldin o'zi qanaqa yashaladi? To'g'ri yashash qanaqa-yu, xato yashash qanaqa? Hamma havas qiladigan yashash qanaqa-yu, hamma o'zidan itaradigan, undan panoh so'raydigan yashash qanaqa? Degan narsani aniq qilib olmaydi. Inson to'g'ri yashash va noto'g'ri yashash degan narsani ajratib olgandan keyingina yashash davomidagi boshqa mayda-chuyda narsalarga to'g'ri baho berishni boshlaydi. Hayoti davomida bo'ladigan muammolar, hayotida bo'ladigan har xil yo'liga keladigan sinovlarga to'g'ri qarashi va to'g'ri yechim berishni boshlaydi. Qanaqa yashayman o'zi? To'g'ri yashash qanaqa-yu, xato yashash qanaqa degan narsa hammasidan oldin turadi. Bu to'g'ri bo'lsa, bundan keyingi bunga aloqador bo'lgan mavzularda to'g'ri yechim berishni boshlaysiz.